Xabaringlar bor o'rtoqlar, mana shunaqa polietilen turbalar ishlab chiqaraman, to 16 diametrdan 110 diametrga. Ana endi o'rtoqlar, yana ham bunaqa mahsulotda sifatli qilib sizlarga yetkazishmani niyatlarim bor kelajakda o'rtoqlar. Buning uchun menga zavodskoy stanoklar kerak bo'ladi o'rtoqlar. Men o'zi samodelka stanoklarda ishlab chiqaraman. Bu stanoklarni deylik 90% ni o'zimizning chertejlar asosida yig'ilgan desak ham aldamagan bo'laman. Xullas o'zimiz yig'ib, o'sha stanoklarni mana shunaqa turbalar ishlab chiqarishni boshlaganmiz. To 2013-yildan beri shu holatda xullas ishlab kelyapmiz. Ana endi xudo xolisa o'rtoqlar, zavodskoy stanok olmoqchiman. Lekin masaladan bekitmaganman o'rtoqlar. Hali yosh tadbirkorman, o'shani hisobiga ozgina va mablag' jihatidan yetmaydi. Stanok zavodskoylar juda qimmat o'rtoqlar. Shuning uchun bir qanaqadir bo'lib to'lash imkoniyati bo'lsa, bir kimdadir bo'shayotgan bo'lsa, masalan, trubniy liniyalarida deylik, bu videoni ularga jo'natib qo'ysangiz, menga telefon qilishsa yaxshi bo'lardi. Bilaman, sizlar meni poddeshka qilib qo'yasizlar, shu paytgacha tashviq qilasizlar, joninglar sog' bo'lsin. Xullas, yana ham sifatli mahsulotlarni shu xalqimizga yetkazish maqsadida shu abr-dunyolarni ham yengilash niyatim bor. Buning uchun menga sizlarning yordaminglar kerak bo'lyapti. Joninglar sog' bo'lsin. Rahmat kattagon.